Anvar Hakim akamizni ko'mgin uzoq bo'lib ketganda naq maydonda mana nilqi kelidiki qayrmasam chaqchaq qilmadim rast da'vatim yana bizning san'atchilardan yana bizning naqshchilardan Raila Abdug'ani kelidiki riyosatchilardan bo'lib qolsa Nurjamol Hamid kelidiki nima kelidiki desanglar man nilqinaye vanqadoshinni udilidiki sesiyoka Qavdan ayollar kiyim-kechak do'konining ochilish marosimi keladigan mana mushtak kelgandikilar bu kiyim-kechak do'konining odatda bir kiyim-kechak do'koni emasligini his qiladigansizlar. Do'kon kirsanglar mana Qavdan sifat chiqib turdi. Kiyim-kechaklar bo'lib qolsin, ularning do'koni bezjatdan bo'lsin. Shunda payzi mush ayollarniki salabtiga moslashgan asosda shunda chiroyli chiqibdi. Onunki malaning kiyim-kechaklarini sifati nihoyat yaxshi. Bu Sisiloka olib qarasa baş şirkati Shanxayda, uning oldida o'tirasiyalarga ayollar kiyim-kechaklarini chiqarayotgan. Hamda olib qarasa mush Xinjiangdagi butun shahar, bozor, nahiya deganlarga mushta o'zining markasida taqliq bo'lgan kiyim-kechaklarni ba'zan ichib do'konlarni ichyotdi. Hozir Nilqinayadan birisi ichildi. Ularning faoliyatim bajma, faoliyatsiz e'lon topmayman, faoliyat deb qo'yay. Do'konni o'rnib qarasa o'zinglar tanishgan Oltin Guyarning biqinida Ondan keyin 14-sida yerlik vaqt 11da do'kon oldi ichilish marosimi bo'ladi. Naqshchilar naqsh etadi, san'atkorlar san'at nomerlarini tayyorlaydi, riyosatchilar va shunda qaynoq qizg'in holatda ip berildi. Mushkatning faoliyatimiz cho'qim kelib qatnashinglar. Har qanday kelgan mehmonga birinchi sovg'a qildig'ini Oltin Guyarniki nurg'un odamlar yoqtirib pishirtayotgan yuzchapga. Ondan keyin bo'lib qolsa desanglar 500 qo'yib to'sa sizlarning og'an desanglar 100 qo'y e'tibor, 1000 qo'yib to'sa 300 ga e'tibor qilib berdi. Shunda yaxshi bo'lgan kiyim-kechaklarni o'sha o'zinglar kelib ko'rib, ammisanglarmi? Ha, men menda ekanda deb ko'ngillar bir sasib qilib ketsanglar bo'ldi. Unda bo'lsa 14-sida men Mishada ichish marosimida billa Mishaniki tomoshabini ko'rib, kiyim-kechaklarni ko'rib, o'yinni ko'rib ketaylik.